Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan yumshoqqina bulochka tayyorlashni o'rganamiz. Bolajonlaringizga tayyorlab bersangiz ham maza qilib yeb olishadi. Ko'p masalliq ketmaydi ham, tayyorlanishi ham juda ham oson. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz iliq sutimizni tog'orchamizga solib olamiz. So'ng qolgan masalliqlarimizni ham ketma-ketlikda solib, venchik yordamida aralashtirib olamiz. Elangan unimizni solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Oshirma xamirlarni mushlab yaxshilab ishlasanglar, xamiringiz yaxshi oshib chiqadi. Xamirimizni oshguncha ustini yopib, iliq joyga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz oshib chiqqach, 4 ta zuvalaga bo'lib olamiz va har bitta zuvalasini videoda ko'rsatilgan kabi yoyib, ozgina salat yog'i surib yuboramiz va tugib chiqamiz. Tugilishini xohishingizga qarab boshqacha shaklda qilsanglar ham bo'ladi. Tugilgan bulochkalarimizni yana oshib turish uchun 10-15 daqiqaga listda qoldiramiz ustini yopib. So'ng o'rtasida teshikcha qilib, ustiga tuxum sarig'ini surib olamiz. O'rtasiga esa xohlagan jemilidan foydalansanglar bo'ladi. Tayyor bo'lgan bulochkalarimizni qizigan duxovkada pishirib olamiz. Yanada mazaliroq retseptlarni o'rganish uchun albatta sahifalarimga obuna bo'lib olinglar.